İgilirken almışam Birisi şünce okşansın Birisi şünce okşansın Keltelik bilen adem çırayı Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday bo'linglar? Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Bugun so'zlaydigan temam shu börek to'g'risida. Börek desak, hamda mo'ylab ko'z oldimizda bor, o'ngda, so'lda bir taldim bo'ladi. Uningdagi shu doktorxonalarda südük bölümü degan anlaymiz. Südük bölümüge qandaq a'zolar o'z oldi degan chaqda cho'ng doirada 4 qismga bo'linadi bu. Shunga hamda börek, undan keyin börek, nima südük turbusi, undan keyin do'saq, undan keyin sidq ajitib chiqaradigan südük yo'li. Hamda bugundan boshlab men yapılıqlarniki nimasida shundaq men ta'sir qilgani resim orqali yoki shundoq oddiy qora tilda tushundirgan yo'lini tanlab shundoq qilishni o'ylashdim. Men bu resimsiz obdan sizlanmayman, ammo shundoq bir kitoblarim bor. Mush kitoblardagi resimlarni ko'rsatib qilsam amal bor cho'ng doirada o leksiya emas, qora tilimizda tushundirib qilsam ozroq bo'lsa-mu qarindoshlarga yordam bo'lib qolsa ajab emas degan o'yladim. Albatta hamma bilamiz, ammo ba'zi qarindoshlar a'zolarning nega joylashganini uqmaydigan qarindoshlar bor. Shunlashqa shu qarindoshlarning ko'z tutgan holda shunga oddiy qilib amal bor, tushuntirishga aplik bo'lsin deb murakkab so'zlamayman. Shunlashqa men davomida deb turyapman. Şunamda şu kitap, şu resimlerden. Bu kitabım meniki haqiqatan yapındı bek yaxshi ko'rgan. Sestra maktab ders bergan chaqda o'quvchilarim desam, o'quvchilarim shunaq oldi o kitobni. Shunamda shundan azroq qisqa tushuntirsam, bu südük bölümü cho'ng bölüm. Shunamda ba'zi kasallarni kela qatimlarda so'zlaydi deb o'yladim. Hozir umumiy tushunch bo'lib qolsa deb shuni boshladim. Amma öyle ko'rayotgandek, agar bu yarab qolgan bo'lsa, yarasa deb qo'yay. Yarasa menga fikrlarni bersanglar bo'ldi. Agar yaramay qolsin fikrlar bersanglar bo'ldi. Bunda degan chaqda men boshqa resimlarni kirishtirib qilsam vaqt ketadi-ku, uningmi shunga mening vaqtimni cheklik. Shunga shunday usulni qo'llandim. Men so'l taraf börek, o'ng taraf börek, undan keyin südük turbusi, undan keyin do'saq, do'saqdan sidq ajitib chiqaradigan südük yo'li deb bölümüz. Hamda bu bugun birinchilab deydiganim tushuncha berishim, südük qandaq ajitib chiqaramiz. Bizning badnimizda südük qandaq ajitib chiqaradigan deganni ko'pincha o'ylab bilmasligimiz mumkin. Shunga shuni qisqa tushuntirib o'tay deb o'yladim. Mana men ko'rsanglar, südük nima börekning sirт qismi purchaqqa o'xshab qoldi. Meditsinada purchaq o'xshatadi. Undan keyin buni sirт qismini kesayotgandan keyin ichki qismi bundaq bo'ldi deganni tushuntirishi. Ichki qismi bundaq bo'ladi. Undan keyin sirtqi jihatda sirtdan miya kelgancha miyani ko'rdinglar. Bu yerda hamda xatlarni demasam bo'ladi. Mushada qildam qon tomirlar orqali qildam qon tomirlarniki hücreler arkalık hücrelerin arasından şu kan tomiri, qildam qon tomiridan şu südük ajitib chiqaribdi deganni tushundirish beryapman hozir. Buni ham tag'imdan cho'nglatgan chaqda, mushani cho'nglatgan chaqda filtr deb tushunsak bo'ldi, nefron deb bir narsa bor. Shu nefron degan bir börekte qanchalik bo'ldi degan chaqda odatda o'ttir hisobda o'ng so'l bir börekte 100 tumandan oshiq bo'ladi. O'ttir hisobda. Shunlashqa ikki börekte 200 tuman, yoki uningdan jiq bo'lishi mumkin. Shunlashqa shu mishada südükni ajitib chiqardi degan gap. Ma tamchilarni ko'rdinglar, tamchilarni ko'ryapsizlar. Mush atrofdagi qildam qon tomirlari. Mush qildam qon tomirlariniki ma'lum ko'rdinglar qachon tig'imdan cho'nglatgan qildam qon tomiri shu. Qildam qon tomiridan ki shu hücreleri
hücrelerinin arasından bir temimden südük acıtıp çıkarmaz. Düşünüşlük oldu deyim, sizlerden yerim doktor qilib qo'yay. Şu hamda oddiy tushunchada mushunchalik bo'lsa, hamda bu dastlab ajratib chiqargan sudi qanchalik bo'ldi degan chaqda 160 litr. Shunchalik ko'p ajratib chiqardi bir qatimda. Ammo bu qanchalik bu nima ketadi degan chaqda albatta bu dastlabki suduk deb ataymiz buni. Dastlabki suduk bo'lgandiki, buning tarkibida albatta badanimizga shunchalik foydali natriy, xlor, kalsiy degandek jiq moddalar bor. Shunlashqa bu yo'lda menish jarayonida butunlay badanimiz yana boshqadan sumirib oldi. Sumirib olgandan keyin eng oxirida odam tushuntirib o'tdim yerda. Eng oxirida chiqargan suduk qanchalik degan chaqda o'ttir hisobda bir kunda ajratib chiqargan suduk cho'nglarniki 1.5 litr. 1.5 litr deganimiz odatda mineral suv 500 millilitr bo'lsa, shuningdek 3 botolka. Ba'zida 2 botolka ichimlikka bog'liq, hamda odam bilan odamga o'xshamaydi, ba'zilar jiqqa suv ichidi, ba'zilar oz ichidi degandek. Mushunchalik tushundiray. Anandan keyin resimda mana shu sudukni ajratib chiqargandan keyin bir temimdan ajratib chiqarib, qolgandan keyin miyada tushundirishi mushundaq joylarda u qisılçaq desak bo'ladi va stakan o'xshab qolgan yerlar. Mishalarda shu börekki tosh turib qolish ehtimolligi nihoyat yuqori bo'ldi deganni tushundirisi. Anandan keyin bu sudukniki rangini demasam o'zinglar o'qisizlar, har xil ranglarda bo'ladi. Asosan sağuç, süzük, su rangida degandek har xil bo'ladi. Ammo shu sudukning ko'pincha qismi 94%dan 95%gacha su. Andan keyin 5%dan 6%gacha qattiq moddalar bo'ldi. Bu qattiq moddalar qanday degan chaqda ko'p anglaymiz. Bu qattiq moddalarniki ichida eng ko'pi bir kunda badanning ichidan chiqarib o'tadiganimiz Nyoso deb qo'ydi. Xitoychada nyoso deb anglagan bo'lishinglar mumkin. Shu eng ko'p ajratib chiqarib sirtqa. Bu bir kunda o'tir hisobda 25 gramdan 35 gramgacha. Andan keyin yana birisi, ya'ni ko'rsanglar o'qisizlar. Aslı qismini ko'rsanglar o'qalaysizlar ba'zi xatlarni. Uningdan qolsa bizning badanimizda shu 1.10 litr sudukning tarkibida tuz moddamiz. Bir kunda o'tir hisobda 9 gram tuzni sirtqa chiqarib o'tdimizga. Shunlashqa oldin qatim tuz to'g'risida shundaq so'zladim YouTube'da. Tuzni iste'mol qilib berili, tuzning foydali taraflari deganni. Tuz islom qon besim deb xato emas, munosib bak cho'nqir emas. Shunlashqa shu videoni ko'rib baqsanglar tushuna olasizlar deb o'ylayman. Anandan keyin hamda kasalliklarni kila qismida so'zlay deb o'yladim, ammo shu hozir udil kelib qolgandiki deb tushuntirib qo'y dedim. Bay ko'rsatgan do'saq qismimizga qanchalik suduk botadi degan chaqda o'ttir hisobda 500 millilitr. Bay deganda bir botolka mineral suvniki. Shunlashqa ba'zida 200 millilitr, 300 millilitr bo'lsa-mu, neyroblarimiz g'idiqdab, neyroblar kontrol qildi emasmi? Neyrob g'idiqgandan keyin kichik taratqimiz keldi. Shu vaqtda kichik taratni qismay qo'yib yaxshi. Nima deb degan chaqda u har xil yolliq bo'ladi, keyni qarab yanadigan yolliqlar bo'ldi degandek. Shunlashqa bu do'saq qismi mushundaq. Undan keyin kilaqatimlar so'zlayman deb o'yladim. Hozir soat 8 minutni eshib qopti. Undan keyin shu do'saqning ost tarafida, ikki tarafida maz bezi yallig'i degani bek anglaymiz. Maz bezi ishib qopti, maz bezi rak ekan degandek. Arlakisli bu. Shunlashqa buni ayrim bir video qilib ishlashni planlayapman. Shunlashqa meni videomni yaxshi ko'rsanglar, ma'ni chiqaringlar, bo'lsa boshqa qarindoshlar foydalanib qolish uchun taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat, har vaqtinglar xayrli bo'lsin, xayr xo'sh.